Agar Alloh meni yaxshi ko'rmaganda, shirkning ichidan meni olib chiqqan bo'larmi? Agar meni yaxshi ko'rmaganda, menga iymon ne'matini bergan bo'larmidi? Agar meni yaxshi ko'rmaganda, bomdodga uyg'otgan bo'larmidi? Bularning hammasini Robbim meni yaxshi ko'rgani uchun qilyapti. Seni ham yaxshi ko'rganda, seni ham bomdodga uyg'otgan bo'lardi. Ya'ni bu hayotimdagi buncha narsa, qo'limda duoga ochayotganim, joy namoz ustiga kelayotganim, bilmadim, buncha yaxshilik Alloh meni yaxshi ko'rgani uchun. Men uni tanimasdimki. U meni yaxshi ko'rgani uchun menga o'zini tanitdi. U meni yaxshi ko'rgani uchun meni tonglar hamma uxlab yotganda ibodatga uyg'otib qo'ydi. Yaxshi ko'rmaganda nega bunday qilsinki? Nega meni uyg'otsinki? Sevgani uchun. Bu qulim yaxshilarim qatorida bo'lsin, g'aflatda bo'lmasin degani uchundir buni hammasi, dedi. Agar Alloh meni yaxshi ko'rmaganda, shirkning ichidan meni olib chiqqan bo'larmi? Agar meni yaxshi ko'rmaganda, menga iymon ne'matini bergan bo'larmidi? Agar meni yaxshi ko'rmaganda, bomdodga uyg'otgan bo'larmidi? Bularning hammasini Robbim meni yaxshi ko'rgani uchun qilyapti. Seni ham yaxshi ko'rganda, seni ham bomdodga uyg'otgan bo'lardi. Ya'ni bu hayotimdagi buncha narsa, qo'limda duoga ochayotganim, joy namoz ustiga kelayotganim, bilmadim, buncha yaxshilik Alloh meni yaxshi ko'rgani uchun. Men uni tanimasdimki. U meni yaxshi ko'rgani uchun menga o'zini tanitdi. U meni yaxshi ko'rgani uchun meni tonglar hamma uxlab yotganda ibodatga uyg'otib qo'ydi. Yaxshi ko'rmaganda nega bunday qilsinki? Nega meni uyg'otsinki? Sevgani uchun. Bu qulim yaxshilarim qatorida bo'lsin, g'aflatda bo'lmasin degani uchundir buni hammasi.